Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun texnik analizlar 23-darsiga yetib keldik va bunda time frame'lar haqida suhbatlashib o'tamiz. Time frame'lar o'zi bu nima? Time frame bu har xil vaqt oralig'larida grafiklarni kuzatish hisoblanadi. Bunda oylik, haftalik, kunlik, soatlik va daqiqalik time frame'larga bo'linadi va har bir time frame'da alohida boshqa narx harakatlarini ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, bu yerda chizmalar ko'rishda foydalangan haftalik time frame'da ko'rsatib o'tilgan. Haftalik qizil chiziq orqali oladigan bo'lsak, mana polni yurgan, ozgina tushgan va faqatgina tepaga qarab yurgan ko'rishlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin agar biz kunlik oladigan bo'lsak, kunlikda yashil chiziq bilan foydalangan. Demak, mana shu bir hafta davomida yurishda ichida ham 3-4 kun yurgan, 2 kun tushgan, yana 3-4 kun yana yurishni davom ettirgan holatlarni ko'rib o'tishimiz mumkin yoki tushuvchi trend davomida ham 1-2 kungina ko'tarilib bergan joylari bor. Lekin biz soatli time frame oladigan bo'lsak, mana shu 2 yoki 3 kunlik ko'tarilishi o'zidan ichida ham birinchi soatlar davomida ko'tarilganda tushganda kichikroq narx harakatlarini ko'rishimiz mumkin va buni realniy grafikda tushuntirib berish anchagina osonroq bo'ladi. Sizlarga ko'rsatib o'tganimdek, mana bu yerda har bitta shamchog'imiz 1 oylik vaqtni ifodalab beradi va mana bu 1 oylik narx harakati bo'yicha bozor faqatgina yonga yo'nalganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin mana buni haftalik time frame ga o'tkazadigan bo'lsak, aynan mana shu joyni kesib olib, bu yerda anchagina narx aytaylik 4-5 oy davomida pastga tushgan, 2-3 oy davomida tepaga ko'tarilgan va 4-5 oy davomida yana pastga tushganligini ko'rishimiz mumkin. Bu haftalik time frame, ya'ni har bitta shamchog'imiz bir haftadan vaqtni ifodalab beradi va bunda ko'rib turganlaringizdek bu anchagina vaqt davomida tushib kelgan, lekin bu yerda esa общий konsolidatsiya, ya'ni yonga qarab yurish holatida ko'rishimiz mumkin. Endi buni bir kunlik time frame ga oladigan bo'lsak va albatta umuman boshqa formatsiya paydo bo'ladi. Bu yerda trend chizig'iga tegib turgan holatda, double bottom yasagan holatdagi formatsiyani ko'rishimiz mumkin va albatta bu yerda 1,5 oydan beri tushuvchi trendligini ko'rib turishimiz mumkin. Mana bu time frame'larda ko'rinishi. Ya'ni 1 oylik time frame'da siz boya konsolidatsiyani ko'rgan bo'lsangiz, lekin 1 kunlik time frame'da bu oxirgi 1,5-2-3 oydan beri faqatgina bozor oqayotganligini ko'rib turishingiz mumkin. Va uni agar 1 soatlik time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, bu yerda deyarli yonga qarab yurish va zonasi kelib qolgan va tepaga yurmoqchi holatini ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Endi time frame'lar bizga nima uchun muhim? Time frame'larni kuzatib borishimiz nima uchun muhimligi? Har bitta time frame'da boshqa dunyoni ko'rishimiz mumkin. Analizlar davomida ishlatganimizda ham biz asosan haftalik time frame'larda support va resistance zonalarini aniqlaymiz va shamchoq formatlariga albatta e'tibor qaratamiz. Kunlik time frame ga o'tganda esa savdo hajmlariga, trend chizig'ini yorib o'tganligi yoki pattern holatlariga e'tibor beramiz. 1 soatlik time frame ga o'tgan holatimizda esa biz aynan qayerda savdo qilishimiz kerakligini va qaysi narxda savdodan chiqib ketishimiz kerakligini aniq nuqtasigacha aniqlab olamiz. Mana shu aniqlikni oshirib borish maqsadida albatta katta time frame dan kichik time frame ga o'tib borishlaringizni maslahat beraman va swing trade davomida, ya'ni 2-5 kunlik, 10 kunlik savdo muddati davomida albatta haftalik, kunlik va soatlik time frame ga amal qilgan holatda tahlil qilishlaringizni so'rab borgan bo'lardim. Agar siz qisqa muddatli savdolar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, kunlik va soatlik time frame siz uchun ma'qul keladi. Agar siz uzoqroq muddatli, aytaylik 2-3 oylik investitsiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz albatta 1 oylik, haftalik va kunlik time frame'lardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Sizga soatli time frame unchalik ahamiyatga ega bo'lmaydi va shunga o'xshash qiziqroq ma'lumotlar kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, albatta darslarimizni kuzatib boring. Keyingi qismlarda bundan qiziqroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.